qaysi hovlida, qaysi xonadonda farishtalar bo'lmaydi? Biz quyida aytadigan sabablar umuman farishtalarni kirgizmay qo'yadigan sabablar emas. Insonlarni muroqaba qilib turadigan yelkasida ikkita farishtasi, Alloh taoloni saqlab turuvchi farishtalar va boshqa farishtalar inson bilan doim birga bo'ladi. Biz aytayotgan farishtalar Allohning rahmati, sakinati, barakoti va sizga istig'for aytib turadigan, sizga salovat aytib turadigan farishtalarni yo'q bo'lishligi. Biz mana shu farishtalarni yo'q qiladigan, xonadonimizdan chiqib ketishlikka majbur qiladigan sabablarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi, ota-onasiga oq bo'lgan odamning uyida Alloh taoloning bu farishtalari turmaydi. Chunki Alloh taolo o'zini ibodatiga ota-onaning roziligini yonida zikr qilgan. Menga shirk keltirma, ota-onangga itoat qil. Ota-onasiga oq bo'lgan odam xohlaganini qilsin, kasasi oqarmaydi. Aniq. Ikkinchisi, it va suratni bor bo'lishligi bu xonadondan shu farishtalarning chiqib ketishligiga sabab bo'ladigan ishlardan. Itlar faqatgina payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan hadisga muvofiq ov uchun, qo'ylarni boqishlik uchun yoki zarurat bo'lganda qo'riqlashlik uchungina boqiladi.